Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Men Nilufar Anvarovna Registon o'quv markazining Universal filialida ingliz tili fanidan dars o'taman. Bugun sizlar bilan 4000 essential words, ya'ni 4000 ta muhim bo'lgan ingliz tili so'zlarini ikkinchi unitini birgalikda ko'rib chiqamiz. Do'stlar, demak birinchi so'zimiz adventure. An adventure is a fun or exciting thing that you do. Ya'ni bu o'zbek tilida sarguzasht degan ma'noni bildiradi. Misolini ko'ramiz. Riding in the raw water was an adventure. Demak, suvda haydash, ya'ni qayiqdami, nimadadir suv orqali haydash, bu haqiqiy bir sayohat edi, sarguzasht edi degan ma'noda kelyapti. Ikkinchi so'zimiz approach. To approach something means that move close to it. Ya'ni o'zbek tilida approach yaqinlashmoq, yoniga bormoq degan ma'noda keladi. Gapni ko'ramiz. The boy approached his school. Bola maktabiga yaqinlashdi. Uchinchi so'zimiz carefully. Carefully means with great attention, especially to detail or safety. Ya'ni o'zbek tilida ehtiyotkorlik bilan. The baby carefully climbed down the stairs. Ya'ni chaqaloq ehtiyotkorlik bilan zinadan tushdi degan ma'noda kelyapti. Keyingi so'zimiz chemical. Chemical is something that scientists use in chemistry. O'zbek tilida kimyoviy modda. The scientist mixed the chemicals. Olim kimyoviy moddalarni aralashtirdi. Keyingi so'zimiz create. Create means to make something new. O'zbek tilida nimanidir yaratmoq, ixtiro qilmoq ma'nosini bildiradi. She created an igloo from blocks of snow. U demak qorlardan muz uylarini yasadi. Muz uyini yasadi. Undan keyingi so'zimiz evil. Evil describes something or someone bad or cruel, not good. Ya'ni o'zbek tilida kimnidir tasvirlashda yomon, g'alamis degan ma'noni bildiradi. They felt a strange, evil presence as they got closer to the house. Ular o'zlarini g'alati his qildi. Xuddi bir yovuz insonga yoki yovuz mavjudotga yaqinlashib borayotgandek. Keyingi so'zimiz experiment. Experiment bu tajriba, tadqiqot degan ma'noni bildiradi. An experiment is a test that you do to see what will happen. Masalani ko'ramiz. The student did an experiment in science class. Talaba ilmiyot sinfida tadqiqot o'tkazdi ma'nosida kelyapti. Xo'p, keyingi so'zimiz kill. To kill someone or something is to make them die. O'zbek tilida o'ldirmoq ma'nosini bildiradi. I killed the fly. Demak, men pashshani o'ldirdim. Keyingi so'zimiz laboratory. A laboratory is a room where a scientist works. Laboratoriya bu o'zbek tilida ham demak laboratoriya bo'ladi. My mother works in a laboratory. Mening onam laboratoriyada ishlaydi. Keyingi so'zimiz laugh. Laugh is a sound made when someone is happy or funny thing occurs. O'zbek tilida laugh kulmoq degan ma'noni yoki kulgu degan ma'noni bildiradi. The sound of her laugh filled the room. Uning kulgusini tovushi xonani qamrab oldi. Keyingi so'zimiz loud. If a sound is loud, it is strong and very easy to hear. Ya'ni nima demoqchi? Loud bu baland ovoz degan ma'noni bildiradi. Baland, shovqinli, eshitilishga oson degan ma'noni bildiradi. The man's voice was so loud that we all could hear him. U insonning ovozi juda baland edi. Biz hammamiz uni eshitdik. Keyingi so'zimiz nervous. When a person is nervous, they think something bad will happen. Ya'ni inson asabiy bo'lganda, demak qarang, tarjimadan kelib chiqyapmiz. Nervous bu asabiy. Asabiy bo'lganda biror bir yomon voqeani sodir bo'lishini o'ylab qoladi. Gapni ko'ramiz. The boy became nervous when he heard the news. Bola asabiylashdi qachonki u yangilikni eshitganida. Keyingi so'zimiz noise. A noise is an unpleasant sound. Ya'ni o'zbek tilida shovqin degani, yoqimsiz ovoz. The crying baby made a loud noise. Yig'layotgan chaqaloq baland shovqinni chiqardi. Keyingi so'zimiz project.
A project is a type of work that you do for school or a job. Ya'ni proyekt, loyiha ma'nosini bildiradi. His afternoon work project was to paint the room green. Uning obeddan keyingi bo'lgan ishi, loyihasi, demak xonani yashil rangga bo'yash edi. Keyingi so'zimiz scare. To scare someone is to make them feel afraid. Ya'ni kimnidir qo'rqitmoq. Scare bu kimnidir qo'rqitmoq. My uncle was scared by what he saw in the room. Demak, tog'am yoki amakim qo'rqitilib yuborildi xonani ichida ko'rgan narsasidan. Ya'ni tog'asini yoki amakisini kimdir qo'rqitgan. Bu yerda scared qo'rqitildi ma'nosida kelyapti. Keyingi so'zimiz secret. A secret is something that you do not tell other people. Ya'ni boshqa insonlarga aytmaydigan narsangiz. O'zbek tilida sir ma'nosini bildiradi. The two boys were sharing a secret. Ikkita bolalar, demak, sirlarini bo'lishayotgan edilar bir-biri bilan. Keyingi so'zimiz shout. To shout is to say something loudly, ya'ni nimanidir baqirib gapirish, baqirmoq ma'nosida keladi. My boss shouted at me because I was late for work. Mani xo'jayinim menga baqirdi, chunki men ishga kechikkan edim. Keyingi so'zimiz smell. To smell something means to use your nose to sense it, ya'ni burningiz bilan nimanidir hidlash. Smell hidlamoq. The two friends smelled the flower. Ikkita do'stlar gulni hidladilar. Keyingi so'zimiz terrible. If something is terrible, it's very bad. Ya'ni qo'rqinchli, yomon bo'lgan narsa terrible deyiladi. The way he treated his classmate was terrible. Ya'ni u sinfdoshini qo'rqitishga qilgan yo'li juda yomon edi. Ya'ni sinfdoshini kimdir qo'rqitmoqchi bo'lgan, shu munosabatda bo'lgan va bu narsa yomon edi demoqchi. Oxirgi so'zimiz demak worse bo'ladi. If something is worse, it's of poor quality than another thing. Ya'ni yomonroq degan ma'noni bildiradi. Business was worse this month than last month. Biznesimiz bu oy yomonroq bo'ldi o'tgan oyga qaraganda. Aziz do'stlar, biz sizlar bilan 20 ta so'zni birgalikda o'rganib chiqdik. Agar qo'shimcha mashqlar ustida ishlamoqchi bo'lsangiz, lug'atlardan keyin keladigan mashqlarni, crosswordlarni va readinglarni bajarishingiz mumkin.